Katta foizda ular mani akalarim. Ya'ni mani tug'ishgan akam yo'q o'zi. No, xudo menga shu akalarni bergan tug'ishganidan ham afzalroq deb aytsam bo'ladi bemalol. Ko'p vaziyatlarda rostdan ham ko'pchilik hozir ukasiga qilmayotgan narsalarni menga qilishganda. Juda ham zo'r. Xo'p, Ibrohim, yana bitta qiziq savol bor-da. Ayol kishini ishlashiga qanaqa qaraysiz? Agar menga yoqmaydi, men xotinim deylik, menga yoqmaydigan ish qilsa, yo'q, ishlaydigan ishxonasi menga yoqmasa, yo'q ishlamasa. Lutcha. Masalan, deylik, tarbiyachi yoki pedagog yoki doktor. Ayollarning ishi bor-ku. Doktorni ham endi har xil turi bor. O'shani ham ko'rish kerak. No, tarbiyachi deganda da bo'lishi mumkin. Agar ayolingiz bloger bo'lsa-chi? Ha. Bloger bo'ladigan bo'lsa, Ibrohim, bilmasam, ko'rish shu kerak. savoldan keyin hech kim Har xil ko'rmadi. blogerlar bor-da chunki. Juda ko'p blogerlar bor. Ha, masalan, Hammani Senurga kontent o'xshagan har xil. bloger bo'lsa, masalan, nima deysiz? Senori avvalambor yaxshi qiz. Ha, O'zi hayotda 4-chi marta aytasiz, ha. o'zi yaxshi qiz. Bitta erkakni baxtli qila oladigan qiz, bemalol aytsam bo'ladi bu narsani. Nu, solishtirib ko'rganda baribir bilmasam, hozir aniq bitta qarorim yo'q, chunki bu narsa haqida alohida to'xtalib o'ylanish kerak-da. Baribir oson qaror qabul qilib oladigan narsa emas bu. Agar boshqa vaziyat bo'lganda-da, bloger bilan ozgina o'ylanib qolardim. Senurga berilgan savolni siz boshqacharoq qilib beramiz. Uylanadigan variantlaringiz orasida Senurni variant sifatida ko'rasizmi? Yag'e. Hazillashaman, o'rtoqlar, prosta hazil. 5-marta aytaman, Senur yaxshi qiz. Uylanadigan, men o'zi rostdan ham o'zi uydagilar ham aytishyapti, bu yil uylantiramiz sani deb. Da qaysidir ma'noda qisman ko'rsa bo'ladi. Mana shu narayskadan keyin, bir oydan keyin to'y qilasiz, qasos olib. Hazil. Juda qo'pol hazil bo'ldi deysiz, tamom gapidan keyin. Balki bilmayman, taqdir hamma narsa. Balki bo'lar, balki bo'lmas. Hamma narsa taqdir. Men bitta narsani qilmayman deyish yoqtirmayman. Ya'ni deb bo'lmaydi o'zi. Xudo qildiradi shu ishni. Bilmaydi, o'sha taqdirga tashlab qo'yamiz. Balki bo'lar, balki bo'lmas. Ha, demak, Senur bilan variant sifatida uylanishingizni, ya'ni qismanda anaqa qilsa bo'ladi. O'ylab ko'rsa bo'ladi. Qaysidir ma'noda. Baribir kirib o'ylab ko'rish kerak, yana chuqurroq qarash kerak. Men hozir javob bera olmayman, balki keyinroq baribir noto'g'ri gapirgan ekanman mashta deyishim mumkin. No, hozirgi miyam bo'yicha, hozir o'ylayotgan narsam bo'yicha, qaysidir ma'noda. Lekin bilasizmi, men kuzatuvchi sifatida bir-biringlar bilan sanlashib gaplashasizlar-ku. Mana Senur sanlashib gapiradi, urushasizlar. Ya'ni er va xotin o'rtasida ko'zga ko'rinmas samimiy hurmat bo'ladi-da. Do'stlik, partnyorda unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni qo'pol bo'lsa ham xunuk odatlarni ham yuziga aytib yuboradigan darajada bo'ladi-da ayollar. Mana Senur ham siz bilan shunaqa ochiq, do'stona muhitda ishlaysizlar, menimcha. Buni yana bilmadim. Ya'ni bu partnyorlikdan er-xotin munosabatiga o'tish qiyinroq bo'lsa kerak, baribir sallab yuborishi mumkin sizni hamma yonida. Shuning uchun ham 100% karlab tashlamayman. Oldin urushga o'rganib qolgan mana bu til ertaga yana sizni urishib qo'yishi mumkin. Endi u paytda siz ersiz-ku, sizga yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun maslahat berardim, yaxshilab o'ylash kerak. Ya'ni Senur emas, o'zi umuman. Yo'q, bu o'zi umuman oila qurishda yaxshilab o'ylab ko'rish kerak o'zi. Shuning uchun ham men 100% demayman-da. Taqdir, men shuning uchun ham aytdim, qilmayman deb karillab olmayman. Xudo qildirtiradi o'sha narsani qilmayman desaydi. O'chi qo'lni ko'tarish kerak. O'zi sizningcha baxtli oila deganda nimani tushunasiz? Qanaqa bo'ladi baxtli oila? Baxtli oila deganda birinchi bo'lib ko'zimga ota-onam keladi-da. Ota-onamni, oyim bilan adamni birgalikdagi oilasi men uchun dunyodagi eng baxtli oila deb o'ylayman. Ularning bir-birligiga mehri, ishonchi, bizdagi farzandlari hammasi bitta joyda jam bo'lganda va ota-onamga meni rostdan havasim keladi, niyat qilaman, meni ham oilam, xotinim shunaqa bo'lsin, meni ham xuddi shunaqa bolalarim bo'lsin, oilam shunaqa bo'lsin degan ma'noda men shunaqa tasavvur qilaman baxtli oilani. Unda
turmush qurishda bir taraflama sevgiga qanaqa qaraysiz? Masalan, siz yaxshi ko'rdingiz, ikkinchi taraf yaxshi ko'rmadi. Deylik, yaxshi ko'rmadi qanaqa? Hurmat qilib, nimadirlarni ustiga balki yaxshi bo'lar deb turmushga chiqyapti. Ya'ni bir taraflama sevgi bilan baxtli oila bo'lishi mumkinmi? Ana bo'ladi-yu, meni sevgim ikkalamizga ham yetadi, men seni baxtli qilaman deydi-yu. Shunaqa qilib uylana olasizmi? Yo ikki taraflama bo'lishi kerakmi uylanishingizdan oldin? Shunaqa deb o'ylardim. Men bir tomonlama bo'lsa bo'ladi. Men o'zi rostdan bitta sevib qolsam ostiga aytadi, sen jinni bo'lib sevib qolasan deydi. Demak, Ozodaka ko'rganmisiz shunda siz sevib qolganingizni? Qachondir ko'rganlar. Shu joyda buzaman. To'xtanglar, demak, Ozod sizni Majnun bo'lib sevganingizni ko'rganlar. Ko'rganlar. Va u Senur bo'lganmi? Yo'q. Bu boshqa qiz вообще. Men bitta qizni yaxshi ko'rganman. Uylanaman degan planim bo'lgan. No qo'pol vaziyat, juda ham qo'pol vaziyat. Men ishoncham beraman deb bir sevganim bilan birga o'sha momentda ishonib tekshirmay ancha arqonni uzoqroq tashlab qo'ygan momentimda ko'nglim nimadir bo'lsa sezadi o'sha momentda. Sal nimadir nitodijeniya bo'lsa sezadi. Ko'nglim g'ash bo'lib yuribdi. Bitta tortdim o'sha moment arqonni. O'shanda bitta bola bilan ko'rib qolganman chatlarni, boshqa balobatlarni sevdim, o'ldim, kuydim. Men boshida aytganman, ishda yaxshi ko'rsang ayt. Boshqasini ogohlantirib qo'yganman-da. O'shandan keyin yo'q, men ancha sovib qoldim bu narsadan. Ya'ni bir tomonlama sevgi bo'lishi kerak emas, ikkita tomon sevgani yaxshi lutchi. Bu taxminan necha yil bo'lgan bu munosabat bo'lganiga? Yo'q, ko'p bo'lmadi. 1 yil bo'ladi yaqinda. Qachon tugadi o'zi? Iyunladamidi, shunaqa? Maymi, iyunlada. Taxminan o'sha yoz oylarida siz aktivlikni boshladingiz. Demak, o'sha orqali siz yana hamma fokusingizni o'zingizga berib bo'yatganingizdek. Ko'rdingizmi? Rivojlanishni boshlagan ekansiz. Chunki yoz oyida siz ko'rindingiz-da, ungacha rostdan ikkinchi darajali. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha anaqa desa bo'ladi. Sabab desa bo'ladi. Qasoskorlik. Alamni ishdan olish degan. Demak, boya aytganimizdagi jamoaga qiz bolani qo'shilishi yoki Senur bilan bog'liqlikdagi munosabatlar emas, ya'ni bundan tashqari, ya'ni sizni ozgina dilingizni, qalbingizni xira qilgan munosabat bo'lgan. Da. Shundan keyin mana shu qaror yaxshi deb o'ylayman hozir. Yana bilmadim. Ibrohim, har bitta odammi hayotda o'zini qanaqadir ichki qo'rquvi bo'ladi-da. Sizni eng ko'p qo'rqitadigan narsa nima? Meni eng ko'p qo'rqitadigan narsa, men ota-onam yoshligimda hamma narsani qilib berishganda men uchun. 5 yil Qozog'istonda ishlashgan. Hozirgi turgan uyimiz uchun pul yig'ishgan o'sha momentda. Meni kam qilishmagan hech kimdan. Men shu qilib bergan narsaligi uchun ota-onamga hamma narsani qilib bergim keladi men ham. Hajlarga jo'natgim keladi. O'zligi yoqtirgan narsalarni olib bergim keladi hammasini. Zo'r uylarda yashatgim keladi va shu narsani qilishimdan oldin Xudo meni ota-onamdan ayirib qo'yishidan qo'rqaman. O'lim har bitta bandani boshida bor, bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, lekin men duo qilaman, Xudoyim, men shu narsalarni ko'rsatmagunimcha ota-onamga, shu narsalarni qilib bermagunimcha ota-onamni ayirib qo'yma mendan. Men ular bilan sinab qo'yma degan duoni qilaman. Shu duolaringiz ijobatida tez kunlarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat kattagan. Biroz ta'sirlantirdi bu javob. Haqiqatda har bitta ota-onani orzusi bu farzandini rivojlanishini ko'rish. Xo'p, yana bitta qiziq savolimiz bor. O'zingiz yoqtirmaydigan odatingiz bormi? Bor, dangasaman. Yanada dangasalik qilib qolaman. Shu odatimni yo'qotsam yaxshi bo'ladi. Keyin undan ham yomon ko'radiganim bor ekan bitta. Yaqinda tushunib yetdim. Meni xayolim sal bir xil payt har xil joyda bo'lib qoladi-da. Ya'ni diqqatim bo'linib qoladi bir xil payt. O'sha narsani to'g'irlashim kerak men. Hozir ustida ishlayapman shu narsani to'g'irlash. Diqqatimni bitta joyga qaratishga ishlayapman. Hamma e'tiboringizni muammolarga qaratsangiz kerak unda. Shunaqa. Xo'p, aytishadi-yu, muammoga emas, yechimga qarating deyishadi-yu. Bitta ish qoyil qilmagan chala soat motivatorlarimiz bor-ku, birovlardan eshitib qo'ygan gaplarni gapirishadi-yu. Rostdan, bu haqiqat. Yechimlarga qaratish kerak. Siz uchun qalb xotirjamligi nima unda? Dunyoviy qilib oladigan bo'lsak, pul. Pul ko'pchilik erkaklarni, даже hamma erkak